İchlarida shokoladlari bo'ladi, kurasan. Ertalabki zavtraqlik uchun sirniki, orasida sirlari bor, kievskiy kotlet. Xohlasanglar 3 soatlab suvda qaynatsanglar ham ochilib ketmaydigan teftellarni. Pitssalarimiz bu pepperoni, xohlasanglar qiymaligi ham chiqadi. Go'shtli pide, sirli pide. Ribnoy piroglarimiz, buni ham yeb ko'rsanglar mazasi og'zingizda qoladi. Tort va karomlarimiz. Ko'ryapsizlar? Mazasiga gap yo'q. Bu turetskiy somsa. Buni qaranglar, qanaqangi chiroyligini. Eng yaxshi ko'rgan somsalarimdan kartoshka go'shtli somsalarimiz. Go'shtli kotlet, orqa oldini shunday qovurasizlar, xohlasanglar duxovkaga, xohlasanglar skоворodkani o'zida. Tovuqli kotlet. Bu frikatelkalarimiz. Bu mini chuchvara. Qarang. Go'shtli somsa, pampushka, mana buni qaranglar, chiroyligini. To'la lahm go'sht. O'zim rosa dangisaman deya, shu mantilarni uyga borib, shuni pishirib yuboraman. Xamirlari yupqa qiling. Bu turetskiy somsa, ichida sir, bolgari, qovlari bor. Sosiskali bulchkalarimiz halol. Hamma narsalari surilgan, sepilgan, buni yumshatib, bitta oshib chiqqandan keyin duxovkaga qo'yib yuborsanglar, svejiy pampushka bo'lib pishib chiqadi. Bolgarilarimizning ichidagi go'shtini ko'ryapsizlarmi? İçidigini ko'ryapsizlarmi? Qanaqa zo'rligini? Kichkina. Mini. Postda artiladigan bolgarilar.